Asfaltchi bolada bugun yangi obyekt. Ko'rib turgan edik, bu obyektimiz biza Astavanasi asfalt frezada kesilgan variantini tashlab, biza yirik toshli asfaltimizdan yotqizib beramiz. Bu yirik toshli asfalt, ya'ni krupnizerniy asfalt. Bu obyektimizga 2 sloj asfalt qilamiz, ya'ni 10 sm asfalt. O'shaning uchun birinchi sloj yirik toshli asfaltimizdan yotqizib bermoqdamiz. Ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli kottejlarimizga asfaltimiz yarashib tursin. Va ikkinchi sloj asfaltimizga joylar ajratib qo'yilgan. Xudo xolisa bu obyektimizga hozirda o'zida yo'q, ikkinchi sloj mayda toshli asfaltimizdan yotqizib beramiz. O'zingizga baho berib qo'yinglar. Latok ariqlar o'rnatib berganmiz, bu yoqqa ham ikki tomoniga latok ariqlar. So'raylar o'zingizlar qanaqa chiqqani haqida va asfalt yotqizish xizmati kerak bo'lsa, asfaltchi bolaga aloqa chiqarasizlar. Latoklar chiroyli qilib o'rnatilgan, mana shunaqa sifatli asfalt yotqizish xizmati kerak bo'lsa, o'zimiz aloqadamiz. Biz O'zbekiston bo'ylab asfalt yotqizish ishlarini olib boramiz. Asfaltimiz sifatini ko'rishingiz mumkin. Yirik toshli asfaltimiz shunaqa mayda tosh bo'lib turibdi. Xudo xolisa, u mayda toshlingiz bundan ham zo'r bo'ladi. Bitum rossiyskiy bitumdan foydalanilgan bo'ladi. Xo'p, 94 kod bilan 538 44 60 nomeriga qilasizlar. Va Toshkent shahar, Toshkent oblasti bo'ylab bo'ladi va O'zbekiston bo'ylab esa 94 kod bilan 280 49 79 raqamiga qilasizlar. Asosan Voha bo'ylab o'zimning nomerim bo'ladi. Xo'p, Vodiy bo'ylab esa Farg'ona asfalt Ramsanbek aka ishib olib boradi. 91 kod bilan 669 44 66 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Videoni yana davomida mayda toshli asfaltimiz yotqizgandan keyin holatini ham qo'yib boraman. Asfaltchi bolasi uzoqlashmaslik uchun asfaltchi bolaga obuna bo'linglar. Video davomida ko'rishingiz mumkin.